Ushbu krossni ham tegidan boshlayman. Ko'rsatishi sababi asosiy fishkasi tegida va yondan qaranglar qanaqa uchburchak dahshat ko'rinish. Ikkinchi rasvetkasi, birinchi rasvetkasini уже obzor sizlarga ko'rsatdim. Endi bo'lsa bu rasvetkasini ham ko'rib chiqamiz. Faqat rangida o'zgarish, atak qolgan hamma joylari bir xil. Ya'ni mana bu oldi qismi tekstil, stelkalariga yopishgan. Mana bu patronlar yaqindan ko'rsatinglar deb YouTube'da yozdinglar. YouTube'da obzorni ko'rishni tavsiya qilaman. O'sha 7 minutlik полный obzorda ushbu oyoq kiyim haqida detalli gaplashganmiz va yana gaplashamiz. Va bu stelkaga biriktirilgan. Buni ham bosib ko'rsataman. Mana qaranglar, hozir patronni bosaman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, tegidan stelkaga bosim boryapti va bu yurganingizda mana bu tochkalarga yetib borib miyani massaj qiladi. Bu Nike neurologlar bilan ishlab chiqarilgan 10 yillik oyoq kiyimi bo'ladi, proyekti hisoblanadi va bunda ahamiyat bergan bo'lsanglar, pasti oqroq, mamta oqroq, tepaga seri bo'lib ketgan va vertikal ko'rinishdagi suvish juda ham chiroyli yondashuv. Oyoq kiyim o'zi to'g'risini aytganimda menga rasm vizualida yoqmadi, lekin qo'lim kelgandan keyin yoqib qoldi. Rostdan ham bir noodatiy chiqqani hamda zamonaviy texnologiyalar bilan bir nimalar o'ylab topganiga yoqdi. Oyoq kiyim mo'shni, yumshoq, yengil, noodatiy ko'rinish asosiysi va narxi, o'zi narxi 90 euro sotildi. Birinchi chiqqandagi narxi, ya'ni $100 dan ozgina balandroq, lekin hozir qo'lda aytganimda 200 bilan 290 $300 o'rtasida yuribdi. Shunaqa narx sotilyapti. Endi bilmadim, kimgadir kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin. Krossovkasini ham rosa so'rasizlar. Krossovkasi fevralda sotuvga chiqadi va albatta birinchilardan bo'lib bizda obzorda ko'rsanglar bo'ladi. Gap yo'q, lekin yengil yiqilishni to'xtatmayapti.